Jigar, haqiqiy maxluq-ku bu. Haval Dargoni mana shunaqa qop-qorasini bosib olasizmi deyman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum. Otam rasmga tushganmi? Rasmga tushishga sen kim o'zi? Marka hayda, Jigar tanisizmi? Marka hayda. Ha, Bu yerdan hayda. Tur bu yerdan nari hayda. biz reklamaga kelganmiz, mashina reklama qilyapmiz. Shuncha zo'r bo'lsang, mana bizning mashinani bir reklama qilsam, haqiqatan zo'r bo'lsang, keyin bir rasm tushamiz. Marka haydaysizmi? Voy, yur, markani ham aytib, yaxki. Jigar, mashku bu. Jiyan, bu jigar yaxta bo'ladi. Bu yerda bo'lamni o'nta bosib qo'ying bo'ladi. Bo'la bosib. Bo'la bosib qo'ying. Ha. Jalilbek, Cobalt menimcha sizga ham yarashsa kerak. Ukajon. Bunday, u Jalilbek, Jalilxon yaxta bo'ladi. Bu yoqda chori, panji, xolmurod tepkilab minishga mashina oldinglar. Ozgina nima? Cobaltga metanni ham qo'yib qo'ygan ekan. Keyin bilan maslahat qilib, mashina bosib olasizlarmi? Bir minut, kamerani o'chirib turing. Shu kenayishgan bilan o'zim maslahat qilsam bo'lmaymi? Kenayishga emas, kenayim bilan. Ha, uzr, mana chechaman. Nima qilaveringizlar? Buni rangini qarang. Voy eshak! Qayerda kelganman? Otaxon xalaqit beryapsiz, obzor qilyapman. Ha, bo'pti, mayli, uzr. Xullas, bolalar, Cobaltni eng udari tepkilab minayotgan mashina. O, молодец, bratchka. Zo'r, prosta eng asosiy narsani aytmay ketyapsan. Rangini aytdim, metani borligini aytdim. Nima qoldi? Mana 75 deb aytmading-ku. O, 70-75 Karol trassa. Attang barbi, appang barbi, aytib qo'ychi tansaga. Ejang barbi, singding barbi, aytib qo'ychi tansaga.